balamiz uyda kuchlik, lekin sirtda intayin ojiz. Bu hamda nurg'un ota-onalarning shu bolalari tunji qatim maktab borgan vaqtida bo'lgan bir ahvol bor. Men bir ota bo'lib suputim bilan mendan bo'lgan endi. Bizning uydagi xonimda texim ig'irroq deymizda, ham onalar ig'ir bo'ldi-ku bu xil ahvol. Aldı bilan buning sababini tepish kerak-ku mencha. Birinchi bo'lib shu balasiga ishinib bo'lmaslik. Ham bu yerda balasi maktabga borgandan keyin qo'rqqanning o'rniga shu bola maktabga berishdan burun bir necha yil bo'lsa oldin tayyorlik ko'rib, chunki ansirashdan bo'ladi emasmi, bola qandayroq bo'lganda bexatarlik, ijtimoiy aloqa, notnush bir muhit degandek ahvollar qanday taqobil turganda, bo'zak bo'lganmidi degan bir qo'rqish bo'ldi emasmi? Shunlashqan bu xil ahvollarni cho'qim ham yuz berganda qo'rqishning o'rniga yuz berishdan burun baldiroq tayyorlik qila olsa, doim yuz beradigan mush kishilik munosabatdagi, yangi muhitdagi muallim, saboqdoshlar eng ko'p ko'riladigan masalalar buni qanday hal qilamiz? Mushning qarta azroq bir topshiriq ishlayotgan bo'lsa, mencha bu xil ahvolni saqlanib bo'ldi deb qarayman-chu. Demak, bu baldan ansirash mencha birinchi sabab. Chunki nurg'un masalalar sababini topgandan keyin oz deganda 60-70% hal bo'lgan bo'ldi-chu. Nurg'un kishilar shu sababini topmaylar, qo'rqib ansirab, o'zini ojiz his qilib, texim beyaram bo'ladi. Nurg'unlagan siz bilan tilga olgan mush pasib hissiyotlar ularni chirimib oladi-da. Mencha ikkinchi sabab bakarak muhim ekan deyman. U bo'lsin shu maktabga mangandan keyinki bo'lib bolaga uzun yil amra bo'lgan shu onaninki bir xil qimmatsizlik tuyg'usi paydo bo'ladi bu yerda. Chunki undan burun har vaqt billada hamda odamlar tug'molatda o'zini bir xil badal to'lash yoki qurbonlik berish orqali qimmatini namoyon qilib turdi ekanda, bu qalbining cho'nqur qatoridagi bir qo'rqishdan keldi-chu. Men qimmatsiz degan bir ovoz uni to'xtamay shu qimmatini namoyon qilish uchun cho'qim billa yurish, uy ishini to'xtamay qilish, bekor qalanmaslik. Demak, endi bu xil ahvolda bolalar yesliga maktabga mang degan gap bu orliqda u bekor qoladi endi. Demak, bu shu xil bekorchilik uningga nim bishorat berdi desak, sening qimmating yo'q degan bir tuyg'uni paydo qilib, bir xil qo'rqishdan kelib chiqqan andishida o'zini ayblash, gunohkorlik, o'zini tuvan ko'rish, shu xil tuyg'ular uni beyaram qiladi. Shunlashqa mencha yanılam ota-onalar o'zining ichki dunyosini bakarak kuchaytirish. Yana shu bolalar yeslik maktabga berishdan burungi bir yil mazgillarda cho'qim o'ziga xos bir ish tepish. Chunki necha vaqtdan puti ish shu bola emasmi? Ham bolaning ishi maktabga yetkazgandan keyin o'zining ishini topmagan vaqtida u xuddi o'zini keraksiz bo'lib qolgandek. Bir xil beyaramlik chirmaydigan gap. Ham buning ziynini cho'qim his qilish kerak. Bo'lib shu bolalarningki his qilish tuyg'usi pek kuchli bo'ldi-chu. Biz demasakmi yoki ifodalamasakmi, lekin bizning vujudimizdagi bir xil pasib qo'rqish, ansirash, dakkidukichilik, ochiqlanish, mesela o'zimizni kamsitish, keraksizlik, qimmatsizlik tuyg'usi vujudimizda pek kuchli bo'lgan chaqda buni demasakmi, bolamiz yonimizda turgan vaqtda, mesela yaslidan qaytganda, maktabdan qaytganda doim birga yurgandan keyin, ya'ni his qilib, balkim uningga ta'sir qilishi, uningga yuqumlanib, bizdagi nurg'un qalb sahmalarini, balliq jarohatlarimizni balaga yutkib o'tishimiz mumkin-chu, nurg'un kayfiyatlarimizni. Shunga mening tavsiyalarim shu, bu xil normal ahvolni cho'qim texmi normallashtirish uchun qechish emas, beyaram bo'lish, ochiqlanish bu qechish emasmi? Cho'qim yuzlanish. Bola hamon bir kun uchurum bo'ladi-da. Mangu bizning quchog'imizni chiqmay yotsa, biz mangulik tura olmaymiz da uni endi. Shunlashqa biz bor kunlarda biz yo'q kunlar uchun bolalarimizni ko'parak o'sib yetilishga bir fursat bersak, bizning ayrilishga, mustaqil o'g'inish, kishilik aloqa, notnush muhit, oiladagi bir holatda qo'shal yurish emas, sirtdagi holatda qo'shal yuradigan bir kuchli xarakterni paydo qilishning fursati kelganligini bola uchun his qilgan vaqtimizda mencha buni biz real qabul qilgan bo'lmizda. Bo'lmasa, yana nurg'un pasib hissiyotlar uzun mazgil davomlashib, bolamiz uyda kuchlik, lekin sirtda intayin ojiz. Biz bor chaqda shunday baxtlik, biz yo'q chaqda o intayin baxtsiz bir xil tragediyalik hayotga biz sababchi bo'lib qolamiz deb o'ylayman.